Assalomu alaykum. Mening ismim Xushnudbek, familiyam Xudoyberdiyev. Men o'zi huquqshunosman, Toshkent davlat yuridik institutida o'qiganman. Hozirda O'zbekiston Milliy axborot agentligi bosh direktorining birinchi o'rinbosari sifatida faoliyat olib boryapman. Ya'ni jurnalistika, media olamida ancha yildan buyon ishlayman. Hademay yurtimizda ajoyib bir bayram nishonlanadi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilingan kun. Nimaga? Butun davlat, butun millat bu kunni nishonlash kerak, bayram qilib. Va yana hammamiz dam olamiz. Nimaga boshqa qonunlarni qabul qilingan kunini biz bunaqa bayram qilib nishonlamaymiz? Aynan Konstitutsiyani. Juda ham qiziq savol. Keling, qonunlardan boshlaylik. Bilamiz, masalan, O'zbekiston aholisi 38 million va undan ham oshmoqda. Hamma inson har xil va hamma narsani xohlaydi. Agarda hamma o'zi xohlagan narsani qilaversa, unda hamma yoq to's-to'polon tartibsizlik bo'ladi. Mana shuni tartibga solish maqsadida davlatlar qonunlar chiqaradi. Mana shu butun qonunlarning onasi bu Konstitutsiya. Ya'ni agarda daraxt deb tasavvur qiladigan bo'lsangiz, ildizi Konstitutsiya. Mana shuning uchun ham biz eng oliy hujjatimizni, qonunlarimizni, butun O'zbekistondagi tartib qoidalarning asosi bo'lgan Konstitutsiya qabul qilingan kunni bayram sifatida nishonlaymiz. Xo'p, Konstitutsiya bo'lmasa nima bo'ladi? O'zi aslida Konstitutsiya oddiy bir qog'oz. Agar biz unga amal qilmasak, agar biz uni o'rganmasak, agar biz uni hayotimizda qo'llamasak, u hech qanaqangi qimmatga ega emas. Men ilk marta O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasini adashmasam shu 5-sinflarda o'rganish boshlaganman. Bizda siz huquqni bilasizmi degan ko'rik tanlovlar bo'lardi. Menimcha hozir ham bo'lsa kerak, maktab o'quvchilari o'rtasida. Va o'sha paytda biz so'zma-so'z yodlardik. So'zda adashib ketsak ham, "Voy, Konstitutsiyani yoddan bilmaysan" deb gap ham eshitardik. Endi sizlarga maslahatim, hurmatli ukalar, singillar. Men aslida so'zma-so'z yodlanishiga qarshiman. Eng asosiysi o'qish emas, o'qish. Siz uni mazmunan tushuning. O'zbekiston xalqini millatidan qat'iy nazar barcha O'zbekiston fuqarolari tashkil etadi. Nima degani bu? Ko'zingizni yuming va o'ylang, fikrlang. Xo'p, demak, O'zbekistonda o'zbek bor, qozoq bor, qirg'iz, tojik, rus, farqi yo'q. Bir necha millat bor. Millatini farqi yo'q ekan. Ular ham O'zbekiston xalqini tashkil qilar ekan. Ular ham mendek teng huquqqa ega ekan agar siz o'zbek bo'lsangiz. Biz hammamiz bitta yagona O'zbekiston xalqi ekanmiz deya xulosa qiling. Mana shu eng zo'r yo'l sizni Konstitutsiyani o'rganish uchun. Butun dunyo konstitutsiyalarini umumiy qadriyati bir xil. Ya'ni u o'z fuqarolariga ayrim huquqlar beradi, erkinliklar beradi va majburiyatlar beradi. Lekin ayrim jihatlarda har bir davlat o'ziga xos qonun qoidalarini konstitutsiyasiga kiritadi. Masalan, bizda oila, yoshlarga alohida bag'ishlangan bob bor, 14-bob. Endi qarang, bu kabi oilaviy qadriyatlarni barcha davlat ham konstitutsiyasiga kiritmagan. Masalan, bizda aytadiki, bola voyaga yetgunga qadar ota-onasi uning uchun javobgar. Yoki xuddi shunday qarang. Voyaga yetgan har bir farzand ota-onasiga g'amxo'rlik qilishga majbur deb qo'ydi. Zo'ra, bu ham o'ziga xos o'zbekona milliy an'analarimiz bilan bog'liq. Konstitutsiyamiz ota-onangizga majburiyat beryapti. Mana shu majburiyatni bajarishda siz yordam bering. Yaxshi o'qing, ta'lim oling va Konstitutsiyamizdagi umum insoniy qadriyatlarga doim amal qiling. Komil inson bo'lganingizdan keyin esa albatta men 100% ishonaman, siz o'z ota-onangizga g'amxo'rlik ham qilasiz. Sog' bo'linglar, yaxshi o'qinglar.